oshimizni bugun tayyorlashdi. Mana qizlarimizga o'rgatib bermoqchiman. Dastgohim asosiy mehnat qurolim. Mana bu Xorazm uslubida to'qilyapti. Masalan, deylik, hozir mana shu gilamni to'qish uchun eni 80 sm, bo'yi 1,5 metrlik gilamni to'qish uchun bir hafta vaqtim ketdi. Bu mana bunday dastgohlarda emas, yerda o'tirib to'qiladigan dastgohda to'qilgan. Buni to'qishda ip juda ham ingichka egirilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, qarang, mana bu yerda qora bilan oq ip shunaqangi chiroyli bir-biriga nima qilinganki, nimaga bunaqa deb qiziqqanimda bu qo'zichoqni tishiga o'xshaydi. Demak, har bitta tabiatdan olingan bir qiziqish nimalarni ramziylashtirib mana shu san'at asarlarida qoldirib ketgan. Shaftolizor bog'larni ko'rdim, gul ko'kargan tog'larni ko'rdim, mehr qo'yib o'tgan sari oppoq bo'ldi bu aziz tuproq. Catch
تعالوا إلينا كنوا إنجيل الكمار. السلام عليكم. السلام عليكم. Dariju min ibid min Allah insi imid. Dariju min ibid min Allah insi imid. Darjibu wat ibid fatta'alu ijinaw ta'alu wat ijinaw. Darjibu wat ibid fatta'alu ijinaw ta'alu wat ijinaw. Fatta'alu ijinaw ta'alu wat ijinaw. Fatta'alu ijinaw ta'alu wat ijinaw. ولد بينات الأبون فتشفن إيصر مجنون. ولد بينات الأبون فتشفن إيصر مجنون. قلبكم ليسر دقون فتألوا إيجناو تألوا واتيجناو. قلبكم ليسر دقون فتألوا إيجناو تألوا واتيجناو. Fatta'alu ijinaw ta'alu wat ijinaw. Fatta'alu ijinaw ta'alu wat ijinaw. شكر كل لا يسار من بكر الله بزار. شكر كل لا يسار من بكر الله بزار. زراعة همز يسار فتألوا يجناو تألوا يجناو. زراعة همز يسار فتألوا يجناو تألوا يجناو. Fatta'alu ijinaw ta'alu wat ijinaw. Fatta'alu ijinaw ta'alu wat ijinaw. روز محمد يشد قول طلبك دا يصير قبول. روز محمد يشد قول طلبك دا يصير قبول. التهت لا يصير مقبول فتألوا يجناو تألوا واتيجناو. التهت لا يصير مقبول فتألوا يجناو تألوا واتيجناو. Fatta'alu ijinaw ta'alu wat ijinaw. Fatta'alu ijinaw ta'alu wat ijinaw. Fatta'alu ijinaw ta'alu wat ijinaw. Çekseleri yüz yaşar, Arap zabansızlaşar. Çekseleri yüz yaşar, Arap zabansızlaşar. Tanır bilseniz avar, siz Ceylav getirin gelin. Tanır bilseniz avar, siz Ceylav getirin gelin. Gelin gelin bir gelin, siz Ceylav getirin gelin. Ceylav getirin gelin, siz Ceylav getirin gelin. Siz Ceylav getirin gelin. Yeah.
o'zi jami bor narsani jamlovchi deb pug' jama deb aytiladi. Surxondaryoda chertish uslubi boshqacharoq. Shunday chertish ohangida ketadi ularniki. Bizniki meni ustozim Shomurat Baxshining o'zini yo'nalishi Bilmasilga termalaridan aytayin. Ey bugun mana mehmon bo'lib kelibdi. Ey akalari chiroqchiya eliga bir pasiliga termalaridan aytayin.
yil tug'ilganman. Ota bobomiz temirchi bo'lib o'tgan. Ota bobomizda o'rgangan kasbimiz temirchilik. Men 17 yoshimdan beri shu yerga ishlayman. Hozir 27 ga kirdim. Otam Shernazar Bahodir aka 1970-yil. Shu otamdan o'rganganmiz. Ham shogird, ham o'g'li bu. Endi qonimizga bor, temirchilik qilib kelyapmiz. Xalq xizmatida shunday qo'limizga kelgancha ishlayapmiz. Shogird birinchi o'rinda ko'zini usta qilish kerak-da. Yangi shogird keladi, ko'rib o'rganadi. Bizlarga ham shunday narsa bo'lganda, ko'zimizni usta qilib, keyin asta-asta misol mana bo'lgan o'rgan paytimizga ko'ramiz-ku. O ko'rmay ko'zimiz usta qilmasak, men o'rsagan bo'lganimizni olib kela olmaymiz-da mo'ljaliga. Lekin ko'zini usta qilamiz, keyin asta-asta etap anolarga qo'yaveramiz. Balgarka ishlattiramiz, sharh ishlattiramiz, keyin bora aloga maydaroq ishlarni qildiramiz. Biz Rasulov Abdushakur Yoqubovimiz 1957-yil 25-dekabrda Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman Alako'ylak qishlog'ida tavallud topganmiz. Dehqon oilasida otalarimiz, onalarimiz dehqon bo'lishgan. Ko'z yumar o'ynaymizmi? O'ynaymiz. 1 2 3 sanaymiz. O'yinimizni boshlaymiz. Oyog'ingni tagida taxta qarasang ko'zingga xumbaxta. Oyog'ingni tagida taxta qarasang ko'zingga xumbaxta. Oq ekan, sho'x ekan, sog'lom bola shu ekan. Oq ekan, sho'x ekan, sog'lom bola shu ekan. Cherkin peshonasiga so'ngra borgun joyingga. Cherkin peshonasiga so'ngra borgun joyingga. Tapur qayra osh, tanlaganing olib qoch. Buyoqqa keltira qol, angish mo'limanda. Ko'zing bog'liq o'rtoqjon, dovdiraysan har qachon. Ko'zing bog'liq bilmaysan, kim cherkanini bilmaysan. Ajab o'tdi, hol o'tdi, ko'zingni och, chertdi. Iroda topdik. Oyog'ingni tagida taxta qarasang ko'zingga xumbaxta. Oyog'ingni tagida taxta qarasang ko'zingga xumbaxta. Oq ekan, sho'x ekan, sog'lom bola shu ekan.
bizgacha o'tib kelayotgan an'analarni, nodir mana shu zargarlik san'atini, namunalarini tayyorlash sir asrorlarini mana shu Qarshi shahri Qilichbek madrasasida shogirdlarimga mana shu ustoz shogird maktabi asosida o'rgatib kelyapman. O'zbek milliy zargarlik san'ati tarixi juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Ibtidoiy jamoat tuzumi davrida ham o'sha jamoani boshliqlarini boshqalardan ajratib turish maqsadida ularga har xil hayvonlarni suyaklaridan yoki tishlaridan taqinchoqlar tayyorlash udumi boshlanadi va zargarlik san'atini ibtidosi deb mana shuni aytishimiz mumkin. Mana shu zargarlik taqinchoqlarini bugungi kungacha ko'plab nusxalarini, 400 ga yaqin nusxalarini shogirdlarimiz bilan tikladik. Bu kumush kamar, kumushdan ishlanib, oltin suv yugurtirilgan va qimmatbaho toshlar, yarim qimmatbaho toshlar bilan bezalgan. Bu yerda zargarlik va zardozlikni uyg'unlashganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda buxorolik mohir zardoz usta Nodir Rasulov tomonidan mana shu zardozlik ishlari amalga oshirilgan. Zargarlik qismlarini o'zida amri kamar, ya'ni amirlar toqqan kamar bo'lib, amirlar toqadigan kamarlarda har doim mana bu medalyonlari dumaloq holatda bo'ladi. Bu demak amirlar toqadigan kamarligini bildirib turadi. Bu yerda bodom yoki boshqa ramzlarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari mana ostki qismida pul xaltalar deb yuritiladi. Pul xaltalar bu yerda kumush yoki oltin tangalarni solish uchun va yana bitta jihati agar qanchalik inson lavozimi baland bo'lsa, o'sha erkak kishini undagi mana shu xaltalariga qarab ham ajratib olish mumkin.